1-30 noyabr kunlari yurtimizda keksalar uchun turizm oyligi o'tkazilmoqda. Albatta mazkur tadbir yo'nalishida ichki turizm borasida ham bir qator sayohatlar uyushtirilganini ham aytib o'tishimiz kerak. Mavzuni bu xabarimiz Dilnozim Ralimova davom ettiradi. Marhamat. Xalqimizda keksalarni ulug'lash, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatish o'zbekona an'analardan biri. Nuroniylarning boy hayotiy tajribasi hammamiz uchun ibrat. Mamlakatimizda o'tkazib kelinayotgan keksalar uchun turizm oyligi nuroniylarning hayot sifatini yaxshilash, ularni ijtimoiy faol hayotga jalb qilish va sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim tashabbuslardan biri deyish mumkin. Loyiha dasturidan tarixiy va madaniy obidalarni ziyorat qilish, teatr, muzey va galereyalarga tomoshaga borish, madaniy va ma'rifiy uchrashuvlarda ishtirok etish kiritilgan. Jizzax viloyati Baxmal tumanidan kelgan keksalar ham erta tongdan yo'lga chiqib Zangiota maqbarasi, G'alaba bog'i, O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi va poytaxtimizdagi qator e'tiborga sazovor maskanlarda bo'lishdi. Respublikamizning barcha go'shalarida noyabr oyining mana shu nuroniylar turizm oyligi deb nomlanishi munosabati bilan Baxmallik 34 ta mahalladan 53 nafar faol nuroniylardan iborat bir guruh Toshkent shahriga turizm ziyorati safariga keldi. Birni ko'rib fikr qil, ko'pni ko'rib shukr qil degan naqlga amal qilib, ular bugungi imkoniyatlardan, qolaversa yaratilayotgan sharoitlardan shukronalik keltirib, 1000 marta eshitgandan bir ko'rgan afzal shiori ostida Toshkentning eng muhtasham ko'chalari-yu, qurilgan imoratlari, osmon upar binolarini ko'rib hayratlantirishni albatta men aminman. Ular bugungi olib borilayotgan tinch zamonada va mana shunday sharoitlarda ishlayotgan har bir inson uchun o'zlarining faol nuroniy ekanliklaridan xursand bo'lishdi. 53 kishi kelib, mana bugun Toshkentda bir qator diqqatga, e'tiborga sazovor joylarni tomosha qilmoqdamiz. Huzur qilib, u yerlarda sayr qilmoqdamiz. Biz shu bois alohida his-tuyg'ular og'ushidamiz. Sayohat doirasida nuroniylar Samarqand, Buxoro, Xiva hamda poytaxtimiz Toshkent shahrida bo'lib yurtimizning ko'plab tarixiy qadamjolarni ziyorat qilishdi. Ushbu loyiha nuroniy otaxon va onaxonlarni e'zozlash, qadrlash oyligi, vatanimiz taraqqiyoti, jamiyat farovonligi yo'lida qilgan mehnatlari mevasi. Sayohat ularga bir olam taassurot bag'ishladi.